Xo'p, 6-sinf. Mana kitob boshlaymiz. Yechimlarni shu kunlar qo'yib boramiz. 6-sinf. Prezident maktabi uchun kitob, ixtisoslashtirilgan maktablar uchun mo'ljallashtirilgan kitob. Demak, birinchi mavzudan boshlaymiz. 5-sinfga o'tilganlarni takrorlash. Nechtasi takrorlash edi? 38 ta. Birinchisidan boshlaykanimiz. Savol bor birinchisidan. Qarab o'tinglar bolalar. Masalan, o'qiyman birinchi. Firma har oyda bolalar uchun 30 ming dona sport anjomlari ishlab chiqaradi. Sport anjomlari nima kiradi? Tennis, koptok, raketka, qo'l-qo'plar hammasini ishlab chiqaradi. 30 mingta ishlab chiqaradi umumiy hisobda. Sog'lom ona va sog'lom bola yilida firma yangi texnologiya joriy etib, ishlab chiqarishni har oyda avvalgi oyga nisbatan 20% ga oshirishga erishdi. Har oy 20% ga oshiradi avvalgiga nisbatan. Firma 2-oyning, 3-oyning oxiriga kelib, necha dona sport anjomlari ishlab chiqargan. 2-oyning oxirida kelib. Qarang. Birinchi qancha ishlab chiqaradi oyiga? Har oy 30 mingtami? Yozib olamiz birinchi o'quvchilar. Har oy 30 mingta sport anjomlari ishlab chiqaradi. Endi u yaxshiladi 20% ga. Har oy avvalgi oyga nisbatan 20% ga oshirdi. Firma 2-oyning, 3-oyning oxirida kelib ikkita savol bergan. Birinchi savol. 2-oyning oxiriga qanchaga yetgan topishimiz kerak. Har oy oshiradi. Xo'p. Birinchi oyga 30 ming ishlab chiqaroq deydi, ha? 2-oyga 20% ga oshiradimi? Nima biladi 20% ga oshiradi 30 ming. 30 mingga 30 mingni 20% nima qilamiz? Qo'shamiz. 30 ming 20% topishni nima qilamiz? 30 ming 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Mana. Ikkita nolni uramiz. Hisoblanglar. 2 kara 3 6 ming. 36 ming biladimi? Qachon 36 ming biladimi? 2-oyda. Yo'q, 1-oyda. Birinchi oyda o'zi 30 ming ishlab chiqarib o'tirganda o'zi, birinchi oyning oxiriga kelib nechta bo'ldi u? 36 ming ishlab chiqarishni boshladi. Ikkinchi oyning oxiriga yana oshadi. Ana o'shgan narsa 20% ga oshadi. 36 mingga qo'shamiz. Endi 36 ming necha foizini? 20%. 20%dan 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Yana ikkita nol uramiz. Endi 2 kara 36 72 orqasiga ikkita nol. 7200. 36 ming 7200 qo'shinglar. 13200. 0 8 bitta nol kam yozim men. 43 ming 200. Ana, birinchi savol javobi chiqdi. Ikkinchi oy oxirida nechta ekan? 43 ming 200 ta. Endi 3-oyning oxirida. Shu 43 ming 200 tani nima qilamiz? 20% ga oshiramiz. 43 ming 200 ga qo'shamiz 43 ming 200 ni 20%. Yana 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Ikkita nol ketadi. 2 kara ko'paytiringlar. 43 ming 200 qo'shilgan 432 ni ko'paytirasiz. 4 6 8 0 8640 qo'shinglar. 0 4 8 11 5 51840 ta. Javob. Ikkinchi oy oxirida qancha? 51840. Ikkinchi oy 43200, uchinchi oy oxiridachi? 51840 ta. Ikkita savol so'raganda ikkita savol javobini topdik. Tushunarlimi? Yaxshi. Pauza qilib tendosga sig'maydim nima. Qaranglar o'quvchilar. Birinchi mashq tushunarlimi hammaga masala. Ikkinchisi amalli ekan, uchinchisi ham bo'lish ekan. Buni ham hech biladi. To'rtinchisi qoldiqli bo'lishga doir. Bir boshdan targ'ib qilib beraman o'quvchilar. Yechganlar javobini tekshiradi. A bo'lingan B teng C yu Q qoldiqni nima tushunadi? A nimadi? Bo'linuvchi. Bo'linuvchi. To'liqsiz. Qoldiq. Endi savolni o'qiyman. Bo'luvchi 25, bo'luvchi B mi? B teng 25. To'liqsiz bo'limi 6, to'liqsiz bo'limi C mi? C teng 6. Qoldiq 12. Q teng 12 bo'lsa, bo'linuvchini toping. A ni so'rabdi. Qoldiqli bo'lishni formulasi nima edi? A teng B ni C ko'paytirib Q ni shundan foydalanib A ni topib olamiz. A teng 25 ko'paytirilgan 6 qo'shilgan 12. 25 kira 6 150. 150 ga 12 ni qo'shsak
Kimlarga 172 chiqqan bo'lsa, shu javob to'g'ri. Tushunarlimi? Yaxshi. 5-inchisi, avtomobil 100 km masofaga 10 litr benzin sarflaydi. 100 km ga ko'p kishilar eshitasizlar uylaringizga, ha? Buni mashina qancha benzin ekan, buniki qancha ekan? Biroq kishi mochta to'sa birinchi so'rayotgan savol bo'lmadi deydi hozir. Qancha benzin yeydi bu deydi. Agar ko'p benzin yesa bo'lmay ekan mashining deydi. Chunki rasxodi ko'p bo'ladi. 100 taga 10 litr ekan, 225 km masofaga qancha benzin yeydi? 2,5 O'zi 200 km ga 20 ta benzin yeydi. 2250. Endi 25 alohida. 100 kilometrning 4 dan 1 qismi. O'nni 4 dan 1 qismi necha litr? 2,5 litr. 22,5 litr benzin sarflaydi. Buni proporsiyadan o'rganib yechsalaringiz bo'ladi. 5 ga qaranglar. 100 kilometrga 10 litr benzin yeydi. 225 kilometrga x litr benzin. Proporsiyaga yechamiz. 225 dan 10 ga 100 ni x ga ko'paytiraylikmi? 100 ko'paytirilgan x teng 225 ko'paytirilgan 10. Mana x topsalaringiz 2250 ni nechaga bo'lish kerak? 100 ga. Virgul suriladimi 10 kasrini bo'lish? Ikkita virgul suriladi, ana bu yerdan keladi mana. 22,5. 225 km masofaga qancha benzin sarflaydi? 22,5 litr benzin sarflaydi. Mana matcham 225 km ga 300 mg bilan boradi. Pauza qiling. Xo'p, 5-mashq tugadi, ha? 6-inchisiga o'tamiz. 6-inchisi masala ekan yana o'quvchilar. Shartini o'qiyman. A va B shaharlardan bir vaqtda bir-biriga qarab Lacetti va Spark mashinalari yo'lga chiqdi. Mana A shahar, bu yoqda B shahar. Bir-biriga qarab, mana bu yoqdan Lacetti chiqsa yo'lga, bu yoqdan Spark yo'lga chiqdi. Bir-biriga qarab kelsa nima bo'ladi tezliklari? Qo'shiladi, tez keladi bir-biriga qarab kelsa. Lacettining tezligi soatiga 84 km. Lacettining tezligini 84 deymiz. Sparkning tezligichi 6 dan 5 qismiga ko'p. Spark tezligi. Lacettining tezligini 6 dan necha qismi? 6 dan 5 qismini topamiz. 84 ni 6 ga bo'lib nima qilamiz? Ko'p degani uchun 84 ga qo'shamiz. Yo'q. Spark tez yurmasa kerak Lacettidan. Qaytib qo'ygan Sparkning tezligi bu tezlikning 6 dan 5 qismiga teng ekan. Ko'p emas, teng. Qo'shmay ekanimiz demak, 84 kerak emas bizga. Mana. 84 ni 6 ga bo'linglar. 12 kara 5. Sparkchan tezligi olmish ekan. Agar ular 3 soatdan keyin uchrashishgan bo'lsa, shaharlar orasidagi masofani toping. Biz aytdik o'zi A teng nima edi? Formulasi V1 plus V2 ko'paytirgan T. Ya'ni ikkovini tezligini qo'shib ketgan vaqtga nima qilaydik? Ko'paytirsak orasidagi nima kelib chiqadi? Masofa kelib chiqadi. Bizga shu masofani so'ragan. V1 bor bizga 84, Lacettining tezligi, Sparkning tezligi 60, 3 soat yurgan. Qo'shinglar bu ikkovini. 144 3 ko'paytiring. 12, 13 3. A va B shahar orasidagi masofa necha kilometr ekan? 432 kilometr ekan. 6-masala tushunarlimi hammaga? Yaxshi. Qaranglar o'quvchilar, 7-sini boshlaymiz. A, B, C 3 xonali son. Qaranglar. A, B, C ko'p keladi bu olimpiada savollariga. Ustiga harflar, ustiga chiziqcha qo'ydim, nima anglatadi? O'rtaga ko'paytirish yo'q degan. Ya'ni A, B, C 3 xonali son, ya'ni A, B, C lar nimada? Raqam. 0 dan 9 gacha bo'lgan qaysidir raqam. Masalan, A 10 bo'lishi mumkin emas. Chunki A bitta raqam yo'q-ku 11 degan, to'g'rimi? A, B, C 0 dan 9 gacha bo'lgan qaysidir raqam. O'rtaga nima yo'q? Ko'paytirish yo'q. Agar chiziqcha bo'lmasa, o'rtaga ko'paytirish bor degan bo'ladi. A, B, C. Shartini o'qiyman. 3 xonali son deyapti. A, B, C lar raqamlar deyapti. Keyin yozib ham qo'yibdi ana bu yerga. A, B, C teng 100 kara A 10 kara B plus C deb. Nima uchun yozilgan o'quvchilar? A qaysi xonaga turibdi? Yuzlar. 100 ta A'lik bor. O'nlar xonasi. B ta o'nlik bor. C ta nima bor? Birlik bor. C ko'paytirgan 1 ni yozish shart emas. Masalan, misol yozsam 435, 400 qo'shilgan 30, qo'shilgan 5 desa bilan, shuni nima deyapti? 100 ko'paytirilgan 9, ya'ni 9 ta 100 talik, 3 ta 10 talik, 5 ta bittalik deyapti. Mana 100A 10B plus C. Ana shundan foydalaniladi. Shunaqa misollarga har doim mana shundan foydalaniladi. Eslashga tursin. 2 xonalik bersa, A, B bersa, 10A plus B deb yozib olasizlar. Endi bizga aytibdiki, A, B, C ustiga chiziqchasi bor, plus yana A, B, C ustiga chiziqchasi bor, yana A, B, C ustiga chiziqchasi bor. Shu uchovini qo'shsa 2046 chiqibdi.
A plus B plus C yig'indini toping debdi. 3 ta bir xil sonni qo'shyapti. Nima qilamiz buni? 3 ko'paytirilgan A, B, C deb yozsam bo'ladimi? Teng 2046. A, B, C'ni topsam nima bo'ladi? Tenglami? 2046 ni 3 ga bo'lamiz, A, B, C chiqadi. Bo'linglar 3 ga. 682. 682. Ana, o'z mos ravishda A nimaga teng? B nimaga teng? 82. A teng 6 ga, B teng 8 ga, C teng. Shuni qo'shsak bo'lib javob chiqadi. 6 plus 8 plus 2. 16 ekan javob. Kimlarga 16? 7-chi mashq javob 16. 16 qo'yganlar to'g'ri. Yo'lini tushundingizlarmi? Hozircha bundan foydalanmadik, lekin keyingi misollarga kerak bo'ladi. Buni o'rganib qo'ying, eslaringizdan chiqmasin. Xo'p, 8-si. A, B, C natural sonlar. Demak, natural son deyapti, o'quvchilar A, B, C'ni eshiting. A, B, C natural son, ya'ni birortasi ham 0 emas. 0 natural son emas-ku. Eslaringizga tursin. Natural son degani uchun A, B, C dan birortasi ham 0 emas. Xo'p, davomini o'qiymiz. Birinchisi A ko'paytirilgan B teng 13 debdi. Va debdi. B ko'paytirilgan C teng 6 debdi. Ikkinchisi A ko'paytirilgan B teng 41 debdi. Va B ko'paytirilgan C teng 82 bo'lsa, A plus B plus C ni yig'indini toping. Ya'ni A, B, C sonlarni nima qilish kerak? O'zini topish kerak bo'ldi. Natural son deb qo'ygan. Necha karra necha 13 bo'ladi? 1 karra 13. Iloji yo'q, bittasi 1. Yo A1 yo B1. Bunga qarang. Endi bu yoqqa B bor. B ni 13 desak nima bo'ladi? Qarasizki 1 karra 13 dedik. 13 chiqdi javob. 13 karra necha bo'ldi? Shunaqa son bormi? Yo'q, iloji yo'q. B 13 bo'la olmaydi. B nima bo'ladi? 1. A 13. A 13 ga teng. Bunga ham B1. 1 karra 6. 6 ara. C teng nechiga? 6. Bo'ldi ana. Birinchi holat uchun A plus B plus C nimaga teng? 13 plus 1 plus 6. 20 ga. Endi ikkinchi holat alohida. Yana hozirgidan necha karra necha 41? 41 tupson. 1 karra 41. Bu yoqqa B bormi? B nima deb olamiz endi? 41 deb olamiz. Chunki 41 karra 2 82 bo'ladi. B ni 41 deymiz, A ni 1 deymiz. 41 karra 2 teng. Mana. A teng 1 ga, B teng 41 ga, C teng 2 ga. Yig'indisini topamiz. 1 plus 41 plus 2. 44. Yo'q, 45 bo'lagan, 44 bo'lagan, to'g'ri. Tushunarlimi o'quvchilar? Ikkita misol bergan, ikkita holatni ham topdik. Bittasiga 20, bittasiga 44. Kimlarga shu javob chiqqan? Xo'p, mana bu holatda o'quvchilar ana bergan hozir B ni 41 dedik-ku. B ni 1 desak nima bo'ladi? Nima qiladi buni? Qarasinglar. B ni 1 dedik, A ni 41 deyishimiz kerak. 41 karra 1 teng 41 mi? Endi B ni nima deymiz? 1 dedik-ku. 1 deyishimiz kerak. C nima bo'ladi? 82 deymiz. 1 karra 82 82 mi? Hozir nima chiqibdi bu yerda? A teng 41, B teng 1, C teng 82. hay. Bizga nima deydi A, B, C'lar? Natural son deydi. Natural son hammasi? Shartni qanoatlantiribdimi? Nimaga yo'q? 1 natural son, 41 natural son. Raqam degani yo'q-ku. Bu ham to'g'ri keladi. Ikkita javob chiqadi ikkinchi holatda. 41 qo'shilgan 1 plus 82. 42 ga 82 ni qo'shinglar. Ikkinchi holatda bizga necha javob bo'libdi? Ikkita javob. Yo 44 yoki 124. Ikkovini qo'shish kerak. Tushunarlimi? Pauza qiling. Xo'p, qaranglar o'quvchilar. 8 tugadi-a? 9 ga kelik. 9. Agar to'g'ri 4 burchagining eni bo'yi berilgan perimetr. Buni nima bo'ladi? Bo'yiga enni qo'shib 2 ga formulasini yozib beraman bo'ldi. Mana to'g'ri 4 burchak bo'lsa, A yu B bo'lsa tomonlari perimetrni topish formulasi. 2 ko'paytirib A plus B. 100 ni topishchi A karra B. Bo'yiga enni ko'paytirsak 100 chiqadi. Esingizgami? Doskaga qaranglar. Hamma doskaga qarab bo'lsin-da. 10-savolimiz. Shunga oid savol. To'g'ri 4 burchakning yuzi berilgan 34,8 ekan. S teng 34,8 metr kvadrat. Santimetr kvadrat ekan. Xo'p. Uning eni 5,8 cm bo'lsa, bo'yini toping. A teng necha ekan? 5,8 cm. B ni topish kerak ekan. Formula nima? S teng A karra B. B ni topishni nima qilamiz? S ni A ga
Yuzasini 34,8 ni 5,8 ga bo'lsalar nima kelib chiqadi? O'sha so'ragan, bo'yini so'raganmi? Bo'yi kelib chiqadi, tamom. 11-savol ham shu bilan bir xil. Hop. 12 yana kvadrat. 13 deb boshlaymiz, hajm ekan 13. 13 qaranglar o'qishlar. Keyin yozasan, do'stga qarab o'tib, keyin yozasan. 13-si hajmi 8 detsimetr kub bo'lgan kubning qirrasini uzunligini toping. Kub hajmini topish formulasini aytinglar menga. A kub. Yani tomonini kubi. Shu hajm berilgan ekan 8 ekan. A ni top deyapti. 8 teng A ni kubi. Nechini kubi 8 edi? 2. Ana. Tomon necha ekan? 2. O'sh javob kimlarga 2? To'g'ri, 2 qo'ygan. Tushunarlimi 13? 14-si. To'g'ri burchakli parallelped shakldagi g'ish. Parallelped nima biladimi? 5-sinfda o'tganmizda takrorlash o'quvchilar. Mana taxminan chizyapman. Mana shu g'ish. Mana. G'ish. Xo'p. Bo'yi va balandligi 2 marta qisqarsa, parallelped g'ishning eni, bo'yi va balandligi hamma tomoni, uchta tomoni bor-a? ABC, A, B balandligi, ana bu tarafi C. 2 martadan qisqarsa, avval 1000 dona g'ish ketadigan joyga endi kichik g'ishdan nechta ketadi? Oldin katta g'ishdan kletga qilib chiqmoqchi edilar. Katta g'ish, keyin tomonlarini nima qildilar? 2 martadan qisqartirdilar, 2 martadan. Endi qancha g'ish ketadi? Bizga hajm kerakmi? Oldin A kara, B kara, C ketaydi. Ana shuncha hajmni olaydi katta g'ishlar. Endi har bitta tomoni 2 martadan qisqardi. V teng A taqsim 2 bo'ldi. B taqsim 2 bo'ldi. C taqsim 2 bo'ldi. Ko'paytirsam nima bo'ladi o'quvchilar? A kara, B kara, C 3 ta 2 ko'payadi. 8. Oldin mana buncha ketaydi. Endi qancha ketyapti? 8. Endi shu g'ishdan nechta ketadi deb qaranglar. Kichik g'ishdan nechtasini taxlash mumkin? 8 marta ko'p taxlash mumkin. Tushundingizmi? Mana 8 marta kam joyni oladi endi. Mayda g'ish 2 martadan qisqardi shu tomonga. 3 ta 2 ko'paytiriladi. Yaxshi. Oldingizga nisbatan nima ekan javobi? 8 marta ko'p g'ish. Oldingisini soni ABC bo'lsa, endi V hajmni egallagansa bu qancha egallaydi? Mana 8 marta kam joyni egallayapti, demak 8 marta ko'p ketadi o'sha joyga. Xo'p, keyingi savolimiz 15. Pauza qilib bitta. Qaranglar. 15-si. Kasr berilgan o'quvchilar 4 ta kasr berib ta'riflik. Kasr to'g'ri kasr bo'lishi uchun B ning o'rniga qanday sonlar qo'yish mumkin? Birinchisi B taqsim 10. To'g'ri kasr bo'lishi uchun qaysi sonlarni qo'yish mumkin? 1, 2, 3, 9 gacha qo'ysak to'g'ri kasr bo'ladi. B ni o'rniga ana shularni qo'yishimiz mumkin. Birinchisi. Ikkinchisi B plus 4 taqsim 12. Qaysilarni qo'yish mumkin B ni o'rniga? B'ga. Qanday sonlar 0 qo'ysak bo'lmaydi. 0 ham biladi. 0 ga 4 qo'shsang 4, 4 taqsim 2 bar to'g'ri kasrmi? 0, 1, 2. Nechigacha ekan? 7 gacha. Chunki 7 ni qo'ysak 11. 8 ni qo'ysang 12 bo'ladi. 12 dan 12 noto'g'ri kasr bo'ladi. Uchinchisi. B minus 2 taqsim 14. B nechidan boshlanadi bo'ladi? 3 dan. 2 qo'ysang 0 bo'lib ketadi. 3 dan boshlanadi. 3, 4, 14 dan ana qaranglar. 14 ga 2 ni qo'shsang nech bo'ladi? 16 mi? B ga 16 olsak nima bo'ladi? 16 dan 2 narsang 14. 14 dan 14 to'g'ri kasr. Yo'q. 16 dan bitta kichigini olamiz. Nechi? 15. Demak B ni o'rniga 3 dan 15 gacha qo'yish mumkin. 4-si 9 ayrilgan B taqsim 8 qo'shilgan B. Ana. B ni o'rniga 1 olsak bo'ladimi? 1 olsak bu 9 bo'ladi, bu 8 bo'ladi. 9 dan 8 bo'ladi. 1 to'g'ri keladi. 2 olsak. O'ndan 7. To'g'ri nechigacha qo'shiladi? 8 gacha. 8 gacha. 9 olsang 0 bo'lib ketadi. 8 olsang 9 dan 1 narsang, 8 dan narsang 1, pastdan 7. Men mahrajlarni chalg'itmasin. Mahraj qabul qilaveradi, farqi yo'q. Faqat surat. 1 dan nechigacha ekan? 8 gacha olsak bo'ladi. 4 tarafdan tushunarlimi 5-chi emas? Xo'p, 16 oddiy kasrni o'rgatganman sizlarga. Butun sondan kasr sonni nima qilish? 77 talarga o'tizamiz sizlar? 2 ni o'rganib qo'yaylik. Butun sondan kasr o'rganish. 1/4 dan. Mahraj nechi bit o'shanda o'sha? 4 dan 3. Mana javobi 1/4 dan 1. 3 ayrilgan 2 dan 1 debdi. 3 ni o'rganib qo'yamiz.
2/2 dan 1. Xo'p. 5 ayrilgan 3 dan 2. 5 ni bittaga kamaytiraylik. 4. Mag'raj nechi? 3 dan 3 qo'yamiz. Ayrilgan 3 dan 2. Javobi 4/3 dan 1. Bo'l. 16-mashq tushunarlimi hammaga? Mayli, indamanglar. Xo'p. 17-si o'quvchilar. Kasr 17-si. Qaranglar. A teng 16/15 dan 4, to'g'rimi? B teng A qo'shilgan 4/15 dan 13. C teng A qo'shilgan B. A plus B plus C ni toping debdi. Mana. Qaranglar. Bu nima to'g'ri bo'ladi? Mana A, B ni A ni qiymat bor-a? Bu yerga keltirib qo'ysang, 16/15 dan 4 ga 4/15 dan 13 ni qo'ysang nima chiqadi? B ni qiymat chiqadi. Ki A bilan B ni qo'ysang C chiqadi. Keyin uchovini qo'ysang ana bu ifoda chiqadi. Buni osonroq yo'li A ni yo'liga nima qo'yamiz mana. 16/15 dan 4 plus. Bu yerga B mi? B ni nima keladi? Mana bumi? Yo'q, A ni o'rniga 16/15 dan 4 qo'shilgan 4/15 dan 13 ana. Ana B. To'g'rimi? Plus C. C ni nima keladi? A plus B. A'imiz yana 16/15 dan 4 plus B'imiz nima? Ana bu da qavs ich. Qavs ich mana. Ikkovini qo'shing. 20/15 dan 17. To'g'rimi? Endi hammasini qo'shamizki oxiriga. Ko'ramiz, qarang. Hammasini qo'shib bilamiz, chunki butun qismga butun qism qo'shiladi, suratiga. Surat hammasini makraji bir xil. 16 ga 16 ni qo'shinglar. 32 ga 4. 36 ga 16. 52. 52 ga 20. Butun qism 72. 72/15 dan suratlarni qo'shamiz. 4 ga 4. 8. 8 ga 13. 21. 21 ga 4. 25 ga 17. 42. Ana. Endi bu noto'g'ri kasr. Hop. 72 qo'shilgan 15 dan 42 desak bo'ladimi buni? Buni aralashga aylantiramiz. 72 qo'shilgan 42 ni 15 ga bo'lsak, 2/15 dan 12 bo'ladimi? Endi 72 javobi 74/15 dan 12 ekan. Tushunarlimi? Yaxshi, pauza qiling. Xo'p, 17 tushunarli. 18 oddiy kasr. Mahraji bir xil bo'lgan kasrlarning suratini kattasi katta bo'ladi. Surat bir xil bo'lsa-chi o'quvchilar? Mahrajini kichik katta bo'ladi, ha? Aralash bo'lsa birinchi butun taqqoslaymiz. Butun qismi teng bo'lsagina keyin kasr qismini taqqoslaymiz. Yaxshi. 19 ham oddiy tenglama, faqat biz bilgan oddiy sonlarni o'rganma kelyapti bunga. Kasr sonlar kelyapti. Bittasini yechib beraman. Masalan, 3-si. X qo'shilgan 8 dan 5 teng 8 dan 7 ayrilgan 8 dan 1. Birinchi buni ayirib olamiz. X qo'shilgan 8 dan 5, 8 dan 7 dan 8 dan 1 ni ayringlar. 8 dan 6. Endi qo'shish bu yoqqa nima o'tadi? Ayirish. 8 dan 6 dan 8 dan 5 ni ayiramiz. X teng necha? X teng 8 dan 1. 19 tushunarli, ha? Hammasi shunday bajariladi. 20 oddiy amallar. 21. Tengsizlik buni ham yechib bilasizlar, bittasini ko'ramiz. 12/100 dan 3 dan katta son topish kerak. 19/100 dan 4 dan kichik bo'lish kerak. Tengsizlikni qanoatlantirish uchun nechta natural son deyapti. Natural son. Sanashda ishlatilgan sonlar. X teng 13 bo'lishi mumkinmi? 13 12/03 dan kattami? 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ham bo'ladi. Chunki 19 dan 19/04 katta. 0.4 qo'lga bo'lsa ham katta. Qanoatlantiradi tengsizlikni. Tushunarlimi? 20 ololmaysizlar lekin. Bo'ldi, ana shu so'zlarni yozish mumkin ekan. Tushunarli? Hop. 22-chi masala ekan. 2015-yil keksalarni e'zozlash yili qishlog'imizdagi har 7 oilaning biriga yangi zamonaviy barcha qulayliklarga ega uylarga ko'chib o'tdi. 7 ta oiladan bittasi endi qishloqdan masalan hamma kishi kambag'al bo'lmaydi, to'g'rimi? 7 ta oiladan bittasi yangi zamonaviy barcha qulayliklarga ega bo'lgan uylarga ko'chib o'tibdi. Yangi kottejlar qurib berganlar-da.
Endi savolni qarang. Agar 80 ta oila yangi uylarga ko'chgan bo'lsa, qishloqda jami nechta oila bor? 80 ta odam yangi uyga ko'chdi. 80 kare 7 nechi? 515. Qishloqda 515 ta nima bo'lgan? Uy bo'lgan, har 7 tadan bittasi ko'chib yurgan. 515 ni 7 bilan qilib chiqsalar sana. Uylar qator-qator. Har bitta qatorga nechtadan uy bu? 7 tadan, 7 tadan. Nechta uy qator bo'ladi? 80 ta qator bo'ladi. Ana shu 80 ta qatordan har bittasiga uy beraverganlar. Jami nechta odam yo'g'anki? 80 ta odam yo'g'an, yangi uy yo'g'an. Qolgan 10 ta so'madi. Ha. To'g'rimi, tushunarlimi? Gapiring savolingizni ko'raman. Xo'p, 23-si. Kater nima deb qo'ychilar? Motorli qayiq. Katerning oqim bo'yicha tezligi 18.6 km taqsim soat, oqimga qarshi tezligi 14.2 km taqsim soat. Oqimning tezligini toping. Oqim bo'ylab o'tana nima bo'ladi qo'ychilar? Katerning tezligiga oqimning tezligini qo'shsak 18.6 chiqar ekan. Oqimga qarshi bo'lsa-chi? Kater tezligidan oqimning tezligini ayirsak 14.2 chiqar ekan. Bizga oqim tezligini so'ragan. Nima qilamiz? Ayiramiz. Tepadan kater tezligini topib olamiz. 18.6 ayrilgan v oqim chiqadimi? Mana bu yerga keltirib qo'yamiz endi. 18.6 ayrilgan v oqim ayrilgan, yana v oqim teng 14.2. Endi qaranglar. Tenglab yechamiz. 18.6 dan 4.2. Bu yoqqa qaysi o'tadimi? Minus v oqim plus bo'lib o'tadi. Minus edi, bu ham plus bo'lib o'tadimi? Ikkita oqim tezligi bo'ldi. 2 v oqim teng 18.6 dan ayring. 4 2 ga bo'linglar. 4. Oqim tezligi necha ekan? Ha, oqim tezligini so'raganini topdik. Kater tezligini so'rasa nima qilaylik? Oqim tezligini keltirib qo'yamiz. Kater tezligi chiqadi yoki bu yerdan v oqim topib bu yerga keltirib qo'yamiz. Buni ayirsak ham bo'ladi, sistema o'rgatganman sizlarga. Qo'y to'g'rilar masalasini hech qanday keltiradigan. V kater plus v oqim teng 18.6 ga, v kater minus v oqim teng 14.2 ga. Endi ayirsam ozgina tushunmay qolishlaringiz mumkin, lekin ikkita minus plus berishini ham bilasizlar. Ayirib yuborsak, sistema qilib, kater bilan kater 0 bo'lib ketadimi? Ana ayirishdan ayirishma bo'ladi. V oqim qo'shish v oqim bo'lib qoladimi? Teng 18.6 ayrilgan 14.2 ana. Yana o'sha narsa bo'lib qoldi. 2 v oqim teng 4.4. V oqim teng necha? 2.2. Oqimning tezligi 2.2 km taqsim soat ekan. Ya'ni ikkita usul bilan bu o'rnak qo'yish usuli bilan yechdik. Bu sistema bilan yechdik. Yaxshi. Endi 24-si to'rt burchak. Bo'lgan ko'paytirsalaringiz 100 chiqadi, bu oson. 25-si Toshkent va Kogon shaharlari orasidagi masofa 659.6 km. Tez yurar sharq poyezdi 97 km taqsim soat tezlik bilan bu masofa qancha vaqt o'tadi? Buni bilasizlar. Bilamiz. Keyin maktabda mingta eshitdingizlar bunda. S teng nimada formula? Yo'ldosh formulasi. V karate. Ya'ni tezligini vaqtga ko'paytirsak bosib o'tilgan masofa kelib chiqadi. Bizga tengni so'rayapti. Teng topish uchun masofani tezlikka nima qilamiz? Bo'lamiz. Masofa 659.10 dan 6 ga teng, tezlik 97 ga teng. 97 ga bo'lsangiz qancha vaqt ketgan chiqadi? 6.8. Hammaga shundaymi? Demak, tez yurar sharq poyezdi Toshkentdan Kogongacha, Kogon Buxoroga bilasizlar. 6.8 soat yetib boradi. Tushunarlimi? Yaxshi. 26-si. 150 dona bodring urug'idan 144 tasi unib chiqdi. Hammasi unib chiqmadi, 6 tasi not bo'ldi. Bodringni unib chiqish foizini toping. Foiz proporsiyaga qo'shilib. Qarang. Jami 150 dona ekildi. 100% mi? Shuni 144 tasi unib chiqdi, shu x foiz. Keyin nima topish kerak? X. Proporsiya 150 ko'paytirilgan x teng 144 ko'paytirilgan 100. X topsak 144 orqasiga 2 ta 0 bo'lamiz nechiga? 150 ga 2 ta 0 qisqaradi. X teng nechi? Qo'shimcha qilib bo'la olamiz. 1440 ni 15 ga bo'lamiz. Keling ko'ta. 144 ga 15 nechta bu? 6 tasi nechi bilaydi o'zi buni? 150 bilaydimi 6 tasi? Yo'q, 90 bilaydi 6 tasi. Nechta bu? 8 ta. 9 ta bo'lsa 45, 9 ta bor ekan qo'shiladi. 9 kare 5.
45 135 bo'laydi. Ayringlar. 9 0 6 ta bu. Necha bo'lagan javobi? Necha foiz unib chiqibdi? 96% unib chiqibdi, 4% unib chiqmadi. Tushunarlimi? Yaxshi, hozir. Xo'p, 27-savol. Miltiqdan 40 dona o'q otildi. Nishonga tegishli otiladi, bilasizlar? Odam yo'lda otilmagan. 33 tasi nishonga tegdi, nishonga tegish foydani aniqlang. 40 tani 100% deymiz yana. 40 tadan 40 ta tegsa 100% bo'laydi-a? Xuddi testdan 40 talik test olindi. 40 talik testdan 33 ta eshding. Foizing necha chiqadi? Shuni topishing kerak. 40 tani 100% deysan, 33 tani x% deysan. Ana proporsiyani. 40 ko'paytirilgan x teng 33 ko'paytirilgan 100 bo'linglar. 3300 ni 40 ga bo'linglar. 82,5. Necha? 82,5. 82,5%. Nishonga tegish foizi 82,5% ekan. Tushunarlimi? 28. Sutkaning qolgan qismi o'tgan qismining 60% ga teng bo'lsa, hozir soat nechi? 1 sutka soat. 24 soat. Qaranglar. O'tgan qismi x soat, qolgan qismi qancha bo'ladi qo'shilib? Qarasanglar, men aytaman sizlarga, hozir 24 soat sutkamiz. Kechasi 12 dan boshlangan. Hozir necha bo'ldi soat? 3 bo'ldi. 15:00 soat. Necha soat o'tdi? 15 soat o'tdi-da. 00 dan boshlandi. 15:00 soatimiz 15 soat o'tdi. Qancha qoldi? Sutkamiz tugashi. 15 dan aylanib turibdi. Ha, garang bo'lmanglar. 9 soat qoldi. Yana 9 soatdan keyin 1 sutka tugaydi. 24 dan 15 dan ayırding, to'g'rimi? Endi 15 dan uniga x aytayman. Qanchasi qolgan bo'ladi? 24 Ha, ana 24 ayrilgan x qismi qoldi. Endi savolni o'qiyman, qaytib qaranglar. Sutkaning qolgan qismi o'tgan qismining 60% ga teng. O'tgan qismi x mi? Qolgan qismi. Qolgan qismi 24 minus x, o'tgan qismi x ning 60% ga teng. X ning 60% ni topishni nima qilamiz? 60 ga Barakalla. Ana tenglamaslar. 24 ayrilgan x teng, buni bo'linglar. 0 dan 6x bo'ladimi? 24 teng 0 dan 6x ayrish x bu yoqqa qo'sh bo'lib o'tadi. Qo'shak nechi bo'ladi? 1 dan 6x teng 24 deb yozsam bo'ladimi? Mana x teng 24 ni bo'laman nechaga? 1 dan 6. Bo'lish nima bo'ladi? 24 16 deb yozamiz. Virgul necha surdim? Bitta sursam 16 bo'ladimi? Bitta orqasiga nima qo'yaman? No. Necha sursam o'sha 0 qo'yayman. x ga x qo'shsak 1 butun chiqadi. 1x da bu 1 bor degan-ku. Bitta x ga 16 ni qo'ysak 1/6x bo'ladi-da. Endi bilamiz buni. Bitta bor 16 8 0 5. Necha ekan? 15. Ana, to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Hozirgi vaqtga qarang. 15. Soat necha bo'lgan hozir? 15:00, ya'ni 9 soat qolgan. Ko'rdingizmi? Hozirgi vaziyatimizga o'xshab o'tdi. Xo'p, 15:00 degan tushundingmi? Ana o soat 15:00 grossdan. Qancha vaqt o'tdi? 15 soat o'tdi-da, kechasi 12:00 ga boshlanganda 15:00 bo'ldi soat. 1 sutka necha soat? 24. Yana qancha vaqt qoldi tugashiga? 9 soat qoldi. Qayerdan bilding? Ayırding. Ha, mana 20 bizda ham o'tgan vaqt x deb bo'ldik hozir. Qolganini 24 minus x deb tenglama tuzib bo'ldik. Xuddi jamil 24 ta test bor edi, ikkitasini yechdi, qolgan nechta? Ha, keyin aytibdiki, qolgan vaqt o'tgan vaqtning 60% ga teng. Ana qolgan vaqt o'tgan vaqtning 60% ga teng. Tenglama tuzib bo'ldik, tenglamani yechdik. Demak, o'tgani 15 soat, qolgani 9 soat. Testga qaysini so'rasa shuni belgilaysizlar. O'tgani so'rasa 15, qolganini so'rasa 9. Tushunarlimi? Yaxshi. 29-chi. Qotishma 64,8% mis, 32,8% ruh, 2,4% qo'rg'oshidan iborat. Ruh arvoh emas u. Ruh degan qotishma bu qo'shiladi. Kim yo'q? Kim yo'q qotishma, tushundingizmi? Xo'p, 0,75 tonna og'irlikdagi shunday qotishma hosil qilish uchun bu metallarning har biridan necha kilogramda olish kerak? Buni hechkamiz oldik. Mana qanaqadir metal olmoqchilar 3 xil narsadan foydalanish kerak ekan, 3 xil. Mana. Eng ko'pi qaysi? Mis. Mana shu qismi mis. 64,8% mis,
32,8% arvoh. 2,4% qo'rg'osh. Xeyr. Endi shu uchavini eritib quysalar va qolipga qanaqadir qotishma usul bilan, shunday qotishma usul bilan aralashtirilgan qotishma. Endi shu qotishmaning umumiy massasi qancha deyapti? 0,75 tonna. Necha kilo bo'ladi? 750 mi? 750 kilogram. Tamam. Bizga foizi berilgan. Qanchamiz kerak? Topinglar. 750 ni 64,8% topamiz. Ha? 64,8 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Qanchamiz kerakligi chiqadi? Qancha ruh kerak? 750 ni 32,8 ga ko'paytirib 100 ga qancha ruh kerakligi chiqadi? Qo'rg'oshinga. 2,4 ga ko'paytirib 100 ga bo'ladi. Endi buni hisoblab o'tirmadim. Sizlar hisoblab bilasizlar. Uchavini ham so'ragan, uchavini ham topib qo'yasiz. Endi tezga tushib qolsa uchavini so'ramaydi. Yo mis so'raydi, yo ruh so'raydi, yo qo'rg'oshini so'raydi. Tushunarlimi? Yaxshi. Ana endi 30-savol. 32 soni, eshitinglar, 32 soni 40 sonidan necha foiz kam? 80%. Bularga e'tibor qilasizlar. Dan, qara tushibdi, qaysiga tushibdi dan? 40 soni dan deyaptimi? O'shani 100% deysizlar. Tushundingizmi? 40 qaysiga tushsa o'shani 100% deysizlar. 40 sonidan necha foiz kam? 30 ni o'zinchi? X foiz deysizlar. 30 soni 40 ni qancha foiz tashlasa topa olamiz? 40 kara x 30 kara 100. 3000 ni bo'linglar 40 ga. 0 bilan 0 qisqaradi. 300 ni 4 ga bo'linglar necha? 75 mi? Necha foiz ekan? 75% tashkil qilar ekan. Necha foiz kam? O'zi 100% edi, to'g'rimi? Necha foiz kam bo'ladi? 25%. 100% 75% aytib bersangizlar. Javobi 25% kam. Ha. Ikkinchisiga 40 soni 32 dan. Dan qanacha? Ha. 32 ni 100% deb olasizlar. 40 ni x deb olasizlar. Ana, tengdan yechamiz ya. 32 kara x teng 40 kara 100. X topinglar. 4032 ga bo'linglar. 8 ga qisqartirsangiz 504. 125 mi? Ana. Oshib ketdimi bu? Qancha ko'paygan? 25%. 125% dan 100% nima qilasizlar bunga? Aytib tashlaysizlar. 25% ga nima bo'ladi? Ko'p. Demak, o'quvchilar, yechgan paytimiz 100 dan kam chiqsa 100 dan ayiramiz, 100 dan oshib chiqsa o'sha sonning o'zidan 100% dan ayiramiz. Bu ko'p bo'ladi, bunga kam bo'ladi. Demak, bilishimiz kerak bo'lgan joy nima ekan? Dan. Dan qaysi songa urg'u berilgan bo'lsa, o'sha sonda nima deyish kerak ekan? 100%. 40 ni 100% dan xato chiqadi javob. Tushunarlimi? Yaxshi. Hozir. Xo'p, mana bu yerga o'quvchilar 32 berilgan ekan, men 30 olib ketdim. 32 qo'yib o'zlaringiz yechib qo'yasizlar, mustaqil ish bilasizlar. Tushundingizmi? Shu bilan yo'li bir xil bo'ladi, faqat 30 ni o'rniga 32 olasizlar. Tushunarlimi? Yaxshi. Xo'p, 31-siga keldik. 31-si zo'r savol qaranglar, boshqa o'tirma. Qaysidir oyning yilning yanvar oyida 4 ta dushanba va 4 ta juma bo'lgan. Yanvar oyining 20-sanasi haftaning qaysi kuni to'g'ri keladi? Qaranglar boshlar. Yanvar oyi qaysi yilning qizig'i yo'q bizga? Yanvar xayrliksidan qaytadi? 31 dan qaytadi. Yanvar 31 qardoyim. To'g'rimi? Endi biz bir boshdan tanlaymiz, birinchisidan tanlaymiz. 4 ta dushanba, 4 ta juma kerak bizga. Faraz qilinglar. Birinchi sanasi dushanba bo'lsa, qachon dushanba bo'ladi? 8-sana dushanba bo'ladi. 7 ni qo'shib ketaverasizlar. 15-sana, 22-sana, keyin nechta dushanba bo'ldi? 5 ta dushanba bo'lib ketdi. Bizga nechta bo'lish kerak edi? 4 ta. Demak, birinchi sana dushanba emas ekan. Ikkinchi sana dushanba desak. 9, 9 ga 7, 16, 23, 30. Bunga ham 5 ta dushanba bo'lib ketyapti. Xato. Demak 3. 3 olsak ham 31 bo'lib qoladi. 4 olinglar. Dushanba, 11-si dushanba, 18-sana dushanba, 25-sana dushanba. Endi 32 degan sana yo'q. To'g'rimi? Nechta dushanba bo'ldi? 4 ta. Yaxshi. Qarang endi. 4-sana dushanba bo'lsa, dushanbadan keyin necha kundan keyin juma keladi? Qara, 5-sana seshanba, 6-sana chorshanba, 7-sana payshanba, 8-sana
Juma bo'ladi. Juma 8-sanamiz juma ekan. Keyin qachon juma? 15. Keyin. 22. Keyinchi. Ana. 4 ta juma? To'g'ri keldimi? Agar to'g'ri kelmasa, 4 dan oldinga qaytaylik. Shart emas birinchi dushanba kelish. Tushundingizmi? Qo'yadi-da, tuz qo'ymas. Ha, masalan, 3-sana nima bo'lgan? Yakshanba bo'lgan. 2-sanachi? Shanba bo'lgan. 1-sana nima bo'lgan? Juma bo'lgan. Tushundingizmi? Ana 1-sana juma bor ekan demak orqaga. Necha juma bo'lib ketdi? Juma necha bo'ldi? 5 ta. Biz o'zi 4 tani hisob qo'yaylik, orqadagi hisob qilmadik-ku. Bizga 4 ta juma, 4 ta dushanba bo'lsin degan. Demak, dushanbani 4 deb olmaymiz. Agar 4-sana yanvar 4-si dushanba bo'lsa, 1-yanvar nima bo'lgan bo'ladi обязательно. Juma bo'ladi, ana beri ham 1-yanvar juma qo'yish kerak. 5 ta juma, 4 ta dushanba bo'lyapti. Demak, 4 emas, nechtalaymiz? 5. 5-yanvarni dushanba desak, 12-yanvar dushanba, 19-yanvar dushanba, keyinchi 26. dushanba farq bo'ldi. Dushanba. Keyin necha kundan keyin keldi qaranglar? 4 kundan keyin keldimi? 4 qo'shinglar. Qachon juma bo'ladi? 9-yanvar juma. Keyinchi 16 juma. Keyin 23. Keyin 30. 7 ni qo'shamiz. Yana ayirsak 2-yanvar ham juma bo'lib qolyapti. Bo'lmayganmi? Yaxshi, endi necha olamiz? 6 olamiz. 6 olsak olsa 31 ga boradi qaranglar. 6 olsam dushanba, keyinsi 13-si, keyingisi 20, keyingisi 27-si. Endi yana 4 qo'shamiz. 10mi? 10-yanvar juma. Bittadan qilib ko'rasizlar qo'shilib. Aniq bir yo'li yo'q, formulasi yo'q bu misolda. Juma, keyingisi 17 juma, keyin 24 juma, keyin 31 bo'lish mumkin. Lekin yana orqaga qaytsak 3-yanvar ham bo'lishi mumkin. Iloji yo'q, nech bo'lar ekan dushanba? 6 emas, 7 olsak aniq bo'lmaydi. Chunki 31 emas, nech bo'lib qoladi keyin u? 32 bo'lib qoladi. 32 degan sana yo'q. Demak, dushanba qachon ekan? 7-yanvar dushanba. Keyin qachon keladi dushanba? 14-yanvar, 21-yanvar dushanba. Mana endi 4 qo'shamiz, 11-si nima bo'ladi? Juma. Keyin 18 juma, keyin 25. endi yo'q. Ha, endi bu yoqqa qaytamiz. Qachon? 4. Ana. 4 ta dushanba, 4 ta juma. Ha. Bizga 4 ta juma bo'lsa bo'ldi o'sha o'yinda. Yanvar oyida. Endi o'qiyman, qaranglar o'quvchilar. Bizga nima so'ragan savoliga 20-sana haftaning qaysi kuni bo'ladi degan. 20-sana ana bu yerga kelamiz. 18 juma bo'lsa shanba qachon bo'ladi? 19 bo'ladi, 20 qachon bo'ladi? Yakshanba. Javob nima ekan? Demak 20-sana yakshanba bo'ladi. Orqaga qaytsalam bo'ladi. Tushunarlimi? Ha, 21 dan qaytsak ham oson chiqar ekan. Yaxshi. Demak, ana bular kerak emas endi bizga. Bu chernakka qilasizlar uylaringizga. O'sha to'licha ko'paytilar. Tushunarlimi? Yo'q, bu shart emas bizga. Bitta kitob chiqar ekanlardan 1-yanvardan boshlab hisobladim. Bir martaga 10-yanvardan boshlaganim yo'q. Hop. 31 deb bunga nomer qo'yib qo'ysam tushunasizlar keyin. Endi boshqa o'tirmaydi bu, tushunib olasizlar. Yozgan bilan tushunmaysizlar baribir. Qaranglar, davom ettiramiz. 32 b yeni. Yana o'sha ikkita formula. P bilan S buni bilasizlar, teoriya burchang. 33. Oddiy masala ekan. Xaltaga 24 kg yong'oq bor. Qanday qilib toshlari yo'q palal tarozida 9 kg o'lchash mumkin? Boshqa o'tirma. Qarang. Palal tarozida nima biladimi? Mana. Toshi yo'q lekin. Lekin sen bilasan, magazindan necha kilo olib kelgansan yong'oq? 24. Ana bu yerga 24 kilo yong'oqing bor. Sen shundan senga savdoga odam keldi, qara. 9 kilosini o'lchab berishing kerak. Qanaqa qilsak bo'ladi? 24 kilo bor. Palal tarozi bilasizlar, teng bo'lsa yo'qtaydi. Birinchi qilib ishimiz nima? 24 kilo olamiz. Ikkoviga teng bo'lgancha 5 tamiz bunga kam 5 tamiz teng bo'ladi. Qachon? Ikkoviga ham 12 dan bo'lsa. Endi 12 kilo borsanlar, yana 12 kiloni 2 ta bo'lak qilamiz. 6 kilodan qilib bo'ladimi? 6 ni yana 2 bo'lak qilamiz. Ana, paketchilar solib qo'yamiz. Bitta 3 kilolik paketcha olib beramiz, bitta 6 kilo paketcha olib beramiz. Necha kilo bo'ladi? 9 kilo tam o'lchandi. Hech qanaqa tosh kerak emas. 15 kilo qilib o'lchaymiz. 15. Bitta 3 kilolik paketcha, bitta 12 kilolik paketcha. Ha. 18 kilo qilib o'lchaymiz. Bitta 12. Bitta 6. Tushunarlimi? 1,5 kilo o'lchab bilasizlar. Ana 3 kilolik 2 bilan qilasizlar, 1,5 kilodan bo'ladi. Yaxshi. 34.
Qarang. Chigirtka to'g'ri chiziq bo'ylab o'ngga yoki chapga sakramoqda. To'g'ri chiziq. Yo oldinga sakraydi, yo orqaga sakraydi. Sakrashni u A nuqtadan boshlaydi. Mana shu A nuqta desak, A nuqtadan boshladi. Birinchi sakrashi 1 desimetr, ikkinchi sakrashi 2 desimetr va hokazo. O'rta bo'raverar ekan. 1, 2, 3, 4 bo'lib ketadi. Qiritda sakragandan so'ng u A nuqtaga kela oladimi? Nima demoqchi qaranglar. Chigirtka to'g'ri chiziq bo'ylab o'ngga yoki chapga sakramoqda. Yani oldinga orqaga ketishi mumkin. Bitta birinchi sakrashiga 1 desimetr, ikkinchisiga 2 desimetr sakraydi. 47 marta sakrab A'ga qaytib kelib biladimi? Chigirtka uzoq sakraydi bilasizlar. Masalan, bitta sakradi bera keldi 1 yurda. Yana bitta sakradi necha bo'ladi? 2 yur deydi. Jami necha bo'ldi? 3 bo'ldi. Endi orqaga sakrash mumkin. 3 orqaga sakraydi endi 3 desimetr. Bo'ladimi? Xuddi shunday 47 marta hozir boshlaymiz. 47 marta sakrab A'ga kelib biladim deyapti. Kombinatsiya qilib chiqasizlar bitta-bitta. Tushundingizmi? Xo'sh. O'dama o'zi hisoblaydi. 35 qaysidir oyda 3 ta shanba juft sanaga to'g'ri keladi. Shu oyning 25-sanasi haftaning qaysi kuni bo'ladi? 35 deyamiz. Qaranglar. Qaysidir oyda 3 ta shanba juft sanalarga to'g'ri keladi. Shu oyning 25-sanasi haftaning qaysi kuni bo'ladi? Juft deyapti. Ikkidan boshlaymiz. Ikkinchi sana nechida nima dedi? Shanba. Keyingisi nech bo'ladi? 9. Keyingisi nech bo'ladi? 16. Keyingisi 23. Keyingisi 30. Shanba. 3 ta juft bo'ldimi? Bo'ldik mana 2, 16, 30. To'qlarga ishimiz yo'q. Hatto 3 ta juft shanba bormi? Boshqasiga to'g'ri kelmaydi. Masalan 3 deb bo'lsa, 4 deb bo'lsa shanbani, 3 deb bo'lsa ham to'g'ri kelmaydi. Faqat ikkisidan boshlansa oy 3 ta shanba juft kunlarga to'g'ri kelgan, ha. Biz shu o'yinni nimasini topishimiz kerak? 25-sanasini qaysi hafta kunlari? 25. 23 shanba bo'lsa 24 yakshanba. 25. Javobi necha bo'lar ekan? Qaysiga qizig'i yo'q. 31 dan qaytar deb bo'lsang ham, 29 dan qaytar deb bo'lsang ham faqat x ga to'g'ri keladi. 29 ga to'g'ri kelmaydi. Demak, iloji yo'q, yo 30 dan qaytayotgan oy, yo 31 dan. 31 ni bizga qizig'i yo'q. Shuning uchun qaysidir oy deb bergan. 36. Futbol jamoasidagi 11 ta o'yinchining o'rtacha yoshi 24 ga teng. O'rta arifmetik qiymat o'rgatganmanmi? 11 ta sportchining yoshini qo'shib 11 ga bo'lganlar javob necha chiqqan? 24 chiqqan. Ha 11 ta A1, A2 deb bo'lsak 11 ta odamni. Oxirgisi A11 mi? Hammasini yoshini qo'shibdilar 11 ga bo'libdilar javob necha chiqibdi? Hammasini yoshini yig'insiz topingiz ham nechaysiz? 24 ni 11 Ha. 24 ga 11 ni o'rgatgan mana. 2 bilan 4 ni yozamiz, 6 ni yozamiz. 264. Xo'p. Savol o'qiymiz unda. Bitta o'yinchi o'yin qoidasini qo'pol ravishda buzgani uchun hakam maydondan chiqarib yubordi. Qizil kartochka bergan bitta o'yinchini endi nechta o'yinchi chiqarib yuborsa? O'yinda qolgan o'yinchilar. Lekin bu bilan qolgan o'yinchilarning o'rtacha yoshi o'zgarmadi. Maydon tark etgan o'yinchining yoshini toping. Endi qaranglar. Bitta o'yinchi ketdi. O'yinda o'yinchi qoldi. A1, A2, A3. O'yinda o'yinchi qoldi, lekin bularning yoshini yig'indisini o'rta arifmetik qiymat nima qilmadi? O'zgarmadi. Endi o'yintavini qo'shib o'nga bo'ldilar, baribir javob 24 chiqibdi. O'yinda odam yoshini yig'indisi necha ekan? 240. 240 mi? Ha bu ana bu A o'yindan bor edimi? Ha, ana bular o'yin necha ketib qo'yamiz? 240. 264 dan 240 ni ayirsalar, chiqib ketgan odam yosh chiqadi. Necha ekan? 24 yoshlik odamga qizil kartochka berib o'yindan chiqarib yubordi. Tushunarlimi? 37. 15000 sonini shunday ikki qismga ajratingki, birinchi qismning 5% bilan ikkinchi qismning 7% ning yig'indisi berilgan sonning 6,5% ga teng bo'lsin. Yana foiz yozma, keyin vaqt beraman yozishing uchun. Xo'sh. Qarang, yana bir sig'diramiz. 37. Bir ming 500, 15.000 ekan. 15.000 sonini ikkita qismga ajratamiz o'quvchilar, ikkita qism. Faraz qilinglar, A, B.
Ikkovini qo'shsak baribir javob ne chiqadi? 15.000 chiqadi. Xo'p. Birinchi qismning 5% nechaga teng birinchi qism 5%? Ana 5% topishni maqlamiz. Ana 5 Ana. Birinchi qismning 5%, ikkinchi qismning 7% yig'indisi berilgan sonning 6.5% ga teng bo'lsa, ya'ni birinchisini 5% bilan ikkinchisini 7%ni yig'indisi, to'g'rimi? Berilgan sonning 6.5% ga teng bo'lsa, berilgan son nechi? 15.000. 15.000 ni 7.5% ni topishni maqlamiz. 6.5. 6.5. 6.5 ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Xo'p, yaxshi. Teng bo'lsin debdi. Shu ikki qism ishda A bilan B topishimiz kerak endi biz. Bera sig'dira olmaymizmi deyman-da. Qarang, hammasi maqrash nechi? 100. Tashab yuboramizmi? 100. Bu yoqqa 5A qo'shilgan 7B teng buni ko'paytiringlar. Bitta virgul suriladi. 1500 kar 65. To'g'rimi? Ko'paytiringlar. Javobni aytasizlar. 1500 emas-ku, 15.000. 15 kar 15 ko'paytiramiz. 25, 30, 32, 5, 6. 5, 7, 9. Arkasiga nechta nol? 97.500. 97.500 to'g'ri ko'paytirdimmi? Ha. Ikkita nol, bitta nol surildi, ana virgul bor o'quvchilar. Ana bitta nol bilan buni virgul surilib 15 ga aylandi. Endi 15 ga 15 ko'paytirib arkasiga ikkita nol yozdim. 97.500 rostdan ham katta chiqish kerak-da, chunki A ga B ni qo'yishdan o'zi 15.000 chiqib deydi. Shu yerdan nima topish kerak? A bilan B yana sistema. A qo'shilgan B yimiz esa 15.000 ana. Sistemani yechib maqlamiz, A bilan B ni topamiz. Endi sizlarga o'sha o'rnak qo'yish usuli kerak bo'ladi. A ni topib olsak pastdan nima bo'ladi? A ni topsalarsiz. 15.000 ayrilgan B bo'ladimi? Ana bu tepaga A ni o'rniga keltirib qo'yamiz endi. Ana bu yerda yozaman. 15 tepaga 5 kar A edimi? Qarang. 5 ko'paytirilgan A ni o'rniga nima yozamiz? 15.000 ayrilgan B qo'shilgan 7 ta B teng 97.500. Ana B ga bog'liq oddiy tenglama bo'ldimi? Tenglama yechamiz. 5 ga ko'paytiramiz. 5 kar 15 75, arkasiga 3 ta 0. Ayrilgan 5B qo'shilgan 7B teng 97.500. Endi 7B dan 5B ayriladimi? Chunki 5B 0 dagi ishora ayirish. 2B Teng bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. 97.500 dan 75.000 ga ayiramiz. 2B teng ayringlar. 0 0 5 7 dan 5 da ayringlar. 2 9 22.500 B ni topishni maqlamiz. 2 ga bo'lamiz. 22.500 ni 2 ga bo'lamiz. 1 1 2 5 0 11.250. A ni topishni maqlamiz. Ana endi Ikkovini yig'isi nechi? 15.000. Mana o'zi qo'ymish. 15.000 dan B ni ayiramiz. 15.000 dan ayiringlar 11.250. 0 5 7. Bu yo'qqa nechi qoladi? 4 3. A nechi ekan? A'imiz 3750, B'imiz 11250. Ana 15000 sonni ikkita bo'lak ajratdik, ikkita bo'lak mana topdik. Qo'yishdak 15000 beradimi? Tushunarlimi? Yaxshi. Savzon. Oxirgisi 38-si o'n varaq qog'oz bor edi. Ulardan ba'zilarini Azamxon 4 bo'lakka bo'ldi. Natijada qolgan jami varaqlar va qog'oz bo'laklari soni birgalikda 28 dan tashkil qildi. Nechta varaqni yirtgan? Buni ichganmiz oldimizlardan 5-pi ichgan paytimiz. 10 ta varaq bo'yi qo'shiladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chizib ham berdim. Shu 10 ta varaqni nechtasidir 4 bo'lakdan qilib chiqibdi, javob 28 chiqibdi. Qarasanglar, bittasini 4 bo'lak qilsa 4 bo'ladi. Yo'q, nechta qoladi? 9 ta qoladi. 4 9 qo'shdi. Ko'rish yo'q, 28 chiqarish davom ettiramiz. Ikkitasini 4 bo'lak qilsa yana 4. 8 yo'q, 8 ta qoldi, 16 bo'ladi, yo'q. Yana bittasini kesamiz. Yana 4. 12 ga nechta qoldi? 7. 12 7. Yo'q. Yana bitta kesamiz. Yana bitta kesamiz. Nechta bo'ldi? 5 ta kesdikmi? 5 tasini nechi? Yana 5 ta qoldimi? Yo'q, 25 ta. Bizga 28 chiqish kerak edi. Yana bitta kesamiz.
Endi ishlab ber. 24 ta bo'lib 6 tasini kesdik. Nechtasi qoldi butonlar? 4 ta buton qoldimi? Endi qo'shinglar. 4 tani. Javob 28 mi? Ha, demak nechtasini kesibdi? 6 tasini kesgan, 4 tasi buton qo'ygan. Testga tushgan payt yo 6 tan so'raydi, yo 4 tan so'raydi. Tushunarlimi? Bizga yiritgan so'ragan javobi 6 bo'ladi. Tushunarlimi? Yaxshi. Pauza.